Badriddin Husniddinov, dublyaj aktyori va bloger. Hozirda Sehrlandiya mana shu multfilmida Ulug'bek obraziga ovoz berdi. Agar tush bo'lganida qornimiz ochmasdi. Meni esa qornim rosa ochdi. Ulug'bek personaji juda ham bir ixtirolarni yaxshi ko'radigan, har doim qiyin vaziyatda o'rtoqlarini tashlab ketmaydigan, o'sha o'zi o'ylab topgan qiyin vaziyatdan ixtirolar orqali chiqib ketadigan personaj ekan. Yaxshilab e'tibor bering. Ulug'bek qaytamanga o'xshaydi. Quloq. Men o'ylab topgan narsalarni hammasini bir nom bilan aytishim kerak. Xo'sh, nima desam ekan? Ha, topdim. Sehrlandiya. To'xta. Qanaqa ola bo'ji? Nimalar deyapsan axir? Kim ola bo'ji? Kelganimizdan beri hadeb uni ismini aytib odamni qo'rqitasan. Sehrlandiya yangi yilning asosiy tomoshasi.